Bo'ldi aka, shu pulingizni qilib beraman. Ozgina kutib turing, sabr qilib turing, aka, qilib beraman shu pulingizni. Kontaktimni bor insonlarga telefon qildim, hech qaysi yordam bermadi. O'rtog'imga qilaychi. Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring. Alo, o'rtoq. Siz umuman charchamayapsanmi? Bezovta qilmadimmi? Ozgina muammo bo'lib qoldi, pul kerak bo'lyapti, hech kim yordam bermadi. Senga telefon qila qoldim oxiri. Oxirgi umidim sendan, o'rtoq, kichkina pul emas, $100,000 kerak menga. Bo'ldi, aka, tashlaysan? Bo'ldi, hozir boraman. Yaxshi kelding. Sen $100,000 mashg'ul qilamiz, o'rta yur ma'lumot olamiz. Ketib o'tiramiz endi. O'g'aynim $100,000 kerak. Ishini necha kunda hal qilib berasiz, necha foizdan? Xo'p, aka, mana $100,000 8.3% dan qilib beramiz. 3 bank ish kunidan 5 bank ish kunigacha ishlarni hal qilib beramiz. Toshkent shahri, Toshkent viloyatidan turar noturar binoyingiz qo'yib bersangiz bo'ldi. Agar sizlarga ma'qul bo'lsa, ishlarni hozirdan boshlaymiz. Ma'qul. Xo'p, agarda o'rtog'ingizga ham, tanishingizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi, aka.